Cinim ana hoş geldin. Ana. He bala. Ana. Ne bu hoş geldin? Ne Ali mektep imtihanın 618 numarası ver cinim ana. 618. He. Vay mübarek olsun canım bala. Mübarek olsun. Ana bu numara hakkında işledeki damla Ali mektepteki ülkenin şimdi gep yok cinim ana. Ecep hoş kılmettin bala. Ana. Beni okutmada durumun çatalağını çekti. Sen de bir anamın boğazı kadar narasılı ve kahrını ne cinim ana. Ya hoş kılmettin. Vay vay. Vay ben hoşlandım sizde. Ecep gel. Vay. Gel sen. Gel. Ben hoşlandım. Sen bir hoşlandım bağışmamda. Daha karşık oldum. Furkan iyiydi yaptı ya. Evet hoşgeldin bana sandıkta da. Rasma. Lekin bu hoşgeldin desa meni cho'qim mukofotlamsam bo'lmaydi. Şunlar. Ne çatak yok? Ems kelishdik ha? Bo'ldi çatak yok. Men oliy maktab imtihonidan 618 numara olibdi. Men sandiqda da. 618. Degan yaxshi. Maktab seni o'tira. Mektep bazen geldim de anamın zıca niyet. Lan sen de bir teklif bağlam şöyle öğrettim ben. Sen mi boş gelin açık? Yaraysan. Ola. Sen mi hoca ola kaldı? Ben sana bir tane kaç kere avukat dersen çelişkin dinlersen mi? Elbette bugünüme. Nasıl? Elbette bugünüme de. Başka günüme. Boldu. Qanday kulib qarishni? Pek chiroyli ha? Yana ovozim shunda bek sof. Aras. Oy. Bu nim pul? Ola. O'tgan sen menga iliq to'rda keltirib bergan materialdan qil. Bu materialdan bek yaxshi foydalandim, rahmat sana. Oy baxtiyor qiziq ekansan bu sen. Bu ikkimizning orasida ishlab tuzitqish ketammi? Ola. Ben qiz bolaning bir mo'chan pulini xarjlamayman. Bu mening prinsipim. Prinsip? Kim chiqargan prinsip bu? Dadam chiqargan. Duasam olay. Bilsang bu, men azaldan sening gapingni olayman. Rayhan. İkimiz bir sınıfta, bir partada 3 yıl birga o'qidik. O'qishimiz bitti. Men orzuyim bo'yicha Beijing universiteti qabul qilinishim mumkin. Men ichkirda, sen Urumchida, balkim bu qitimliq ayrilishimiz uzun so'zilishi mumkin. Biz o'qish bitirib kelgandan keyin butun kuchimiz bilan o'zimizni ma'rifga bag'ishlaylik. Albatta. Başta bo'lganda biz cho'qim menga ayrilmaymiz. O şu. Lekin orliqimiz pek shiroq. Sen meni unutib qolasan deb baxtiyor. Orliqimiz yiroq. Ikkimizning qalbimizning bir tutash ekanligini esingdan chiqarib qo'yibsanmi? Esingda bo'lsin. Jinim tenimli bo'lgan seni hargiz unutib ketmayman. Ana, ben keldim. Keldim bala. He. Çay içkeç durayım. Tamam hazırlam da yavruda. Ma'qul.
Ana, Ha bola? telefonum nerede? Ha çapılama yan çukura. Mahvalım. Özel elip işlesem bulmamda. Ana, sen bana degan nasihatlarim hiç esimde var meni. Epra? İstemem. Vay. Ha, nima ish qilyapsan? Uyga berib qo'ydingmi? Ha, kep oldum. Bilsang bu, men uyga asaldan soat 6dan keyin qolmayman. Ha, bo'lardi. Ha, rost. Sana deydigan bir gap bor dey. Degina nima gap? Ha, senda boyamni oyog'ingizga hizmetchilikda diyamay shu telefon bilan deyapsan-da, ha? Yo'q, unda emas. Dadamning xizmatini Urumchiga o'tkazdi. Biz pat yaqinda hammamiz Urumchiga ketadigan o'xshaymiz. Urumchiga dedingmi? Lekin mening sendan va bu yurtdan faqat ayrılgım yo'q. Bizning va'damiz insondan chiqib qolibdi. Biz mayli qanchalik yiroqlikda bo'laylik, mengu qalbimiz bir tutash. Insonda shu tursin. Ma'qul. Bo'pti, ishni qilavergin amsa. Qatib ko'rishaylik. Ma'qul. Xo'sh. Maşin setib olish orzuyingiz bormi? Lekin pulingiz yetishmayotgandi. Undaqda ansirmang. Xinjiang Yenglik savdo cheklanish shirkati bu qiyinchiligingizni to'liq hal qilib beradi. Shirkatimiz mashinalarni 2 yillik, 3 yillik bank qarz bejirish orqali mablag' yetishmaslik masalasini hal qiladi va ishlaringizni qulayliqlashtiradi. Shirkatimiz mashinalarning oldin haq to'lamay, mashina elish mulozimati va oldin 10%, 20%, 30% pul to'lash orqali har xil markadagi har qanday mashinalarni tuvan bot setib olish mulozimati qatorliq mulozimatlarni yo'l qo'ydi. Shirkatimizning mashinalarining sut kafolatiga ega bo'lib, sizning setib olishingizdagi oldin tanlashingiz bo'la oladi. Yenglik savdo cheklanish shirkati mashina mulozimatchiligi. Telefon 189 99 08 77 78. Aloqalashuvchi Imomjon. Shunaqa qilib, aytib olgan bo'ldingmi? Aras Rayhan. Sen Urumchiga borgandan keyin cho'qim kasbingni yaxshi o'rgan. Men bu Beijing universitetiga borgandan keyin tirishib o'rganib, keyin o'qish bitirgandan keyin kelib, o'sha yerda maktabda bo'ldi ishni. Ma'qul. Men musiqa o'qituvchisi bo'lsam, sen matematika o'qituvchisi bo'lsang-a? Kun ishga bilan ishqa billa berib, billa qaytib kelsak deyman. Men romantik. Aras. Ko'zing jira? Ko'zing jira? Ben aç demek hiç açmacıma kazandım. Bir, iki, üç, aç. Vah. Endi chiroyli. Kichik och qil bilan da buni. Aç kıl balıda. Bir cep ikimizden. Kay. Gördün mü? Gördün mü? Bir ötken çıkarasınız. Pek chiroyli bo'ldi. Seni beni unutup kalmışsın dep şu bunu. Bir cep kılıp birini sana birini özemge son kıldı. Aras. Hı? Sen bu o'zing tuqqanman. Ne acında kılamam mı? İkimizden muhabbeti degenden mengülük. Meni o'ylagan vaqtim bilan cho'qim ishdan qara. Rayhan. Ha, atrofdan cheklab kelamiz.
Ana maktabda. Oy. Ana. Bola. Nima bu mijozim yo'qmi? Yo'q bola. Tamamını tayyor koydum bola. Tamamını yetsem o'rlab bormadim. Hadi erib qopdimi? Men chiqib boraman bola. Ma'qul. Bir ish bo'lsa, men to'lashman. Ana. Ana, nima bu mijozim yo'q mana. Sen mijozim yo'q bola. Qizib ketibsa emasmi? Jura doktorxonaga borib qo'ydi. Yo'q bolam. Birdan aramasam yaxshi bo'lib qolaman. Hamsa sen armonni elevagin bilganman, seni o'rnidan chiqib ishlaydi. İşte yenib chegandikka uni keyin sen doktorxonaga borayman. Voy bolam, chapatatib qolasan. Yo'q, deyman. Sen yaxshi armonni aramada. Çay içip vereyim mi ya? Ya bo'ldi bolam, bo'ldi. Sen aramdan çıkmayız. Ama Ben başka yaptırmam sen. ma'qul, xo'sh bolam, endi. Hoş. Aşama patlayacak Voy bolam, sen kelsan, opankini bolam, opam. Onamның бүген таз мижазы yo'qsa qiz topgan shu o'rnidan men chiqam. Voy, qo'yil bolam, voy jinim bolam, voy jinim bolam. Balolar sendek bola, opadar bola sendek bolam. İmtihandan qo'y, eng chuqur numar olganding bolam. Ben boldiga sendek o'qib bergan bo'lsa, biz ota-onaning hatiq chiqqan bo'lardi emasmi jinim bolam? Bak maqturatlar shan. Voy bolam, maqtqichiliking bor bolam, maqtqichilik. Chopnankini bolam, chopan kiymabsan o. Chopanni esim yo'q, unutib qoldim. Voy jinim bolam, chopan kiybiling bolam, mashinaga diqqat qilingchi. Ma'qul. Men berib ishim qilaverayman. Ma'qul bolam, ma'qul.